Lamine Yamal Oltin to'p borasidagi asosiy raqibi Usmon Dembelega qarshi prinsipial intervyu berdi. Gap nima haqida ketayotganligini bilish uchun futbolga oid eng zo'r sahifa sharhlovchi Sardorbekka obuna bo'lib qo'ying. Gap shundaki 5-iyun kuni Millatlar Ligasi finali bo'lib o'tadi. Unda Ispaniya va Fransiya kubok uchun kurashadi. Agarda finalda Ispaniya g'olib chiqsa, Yamalning oltin to'p uchun kurashda imkoniyati anchagina yaxshilanadi. Agarda Fransiya g'olib chiqadigan bo'lsa, Dembeleda imkoniyat yana oshib ketadi. Sababi bilasiz, Dembele bir necha kun oldin Chempionlar Ligasini yutib travel qayd etdi. Xuddi shu voqealar o'yin oldidan butun dunyoda muhokama qilinayotgan bir paytda Yamal bu kurash haqida intervyu berdi. Kelayotgan finalda g'alaba qozonamiz deb umid qilaman. Lekin natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar men yilning eng yaxshi o'yinchisiga ovoz bergan bo'lardim. Agar kelayotgan finalda Dembele yoki men xohlagan natija bo'lmasa-chi, unda nima bo'ladi? Bordi-yu insonlar oltin to'pni bir o'yinga qarab hal qiladigan bo'lsa, unda men kelayotgan o'yinga tayyorman. Do'stlar, eshitib turganingizdek Lamine Yamal kelayotgan final va oltin to'p borasidagi kurashga juda ham o'tkir fikrlar bildirdi. Xo'sh, sizningcha finalda kim g'alaba qozonadi va oltin to'pga kim egalik qiladi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.